Barcha qismgacha sizlar bilan rever ma'lumotga qismda polimni tayyorlagan edim. Mani vaqtim tig'iz, lekin iloji boricha ko'proq vaqtli qilmoqchiman. Hozir uyimni qurib o'tirish zerikarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun uy tayyor bo'lgan joyda qo'yib yuboramiz. Vallahi men to'g'risi rosa charchadim. 1 soatdan beri o'ynatdim. Mana. Uy hali tayyor emas. Bu birinchi qavati. Hali men nima desa bo'ladi? Bu uyni men 3 qavat qilmoqchiman, vaqti katta qilib. Hozir prosta birinchi qavatida bundoq bo'lib, ikkinchi qavatida ikki tomonga balkon cho'ziladi. Uchinchi qavat xuddi Xitoyga o'xshatib mana shuni yopaman. Endi buni sizlar tasavvur qilinglar. Hozir buni turganiga unaqa qilmayman. Albatta o'sha oynalarni yirtishga qo'yganman. Bolalar men to'g'risi charchadim. Bor video o'z nihoyasiga yetadi. Men sizlarga o'zim Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Xuddi xohlagan Minecraft'ingizga modda topsangiz bo'ladi. U yerga faqat bittagina mod yetishmayapti. U ham bo'lsa hamma biladigandek Safir modi. Uni sizlar Kayzo Telegram kanalidan bilib olsanglar bo'ladi. Bu uyni qurgunimcha boru. Uyda buni chizmasini ham chizganman. Uni alohida Telegram kanalimga tashiyman. Do'stlar, sizlardan so'rayman, -1 qavatni qilaymikin? Podvalda o'tda meni sandiqlarim turadi. Lekin men bu birinchi qavatni nima bilan bezatishga hayron qolib o'tiribman. Xo'sh. Bo'pti. Sizlar bilan men rever bo'ldim. Nima deb bilaman, sebedan chiqib qo'yadi ko'p o'ynaganimda. Sizlar bilan men rever bo'ldim. Sog' salomat bo'linglar.